Sizlarga men yashab turgan mahallani sarishtaligi va ozodaligini ko'rsatmoqchiman akalar. Men telefonimga SMS kelyapti, mashinani qulflamading itbet degan, ana kim u? Ampamman. Xullas bu tashqi ko'rinishi mahallamizni, chimlar, o'tlar va hokazo chiroyli joylar. Mahallani nimasi? Ya'ni kiradigan joyi laundry deyiladi. Bu divanlar qo'yilgan, televizorlar qo'yilgan, qaldirg'ochlar, uchadi, Wi-Fi hamma yo'g'i bor. Mana umuman bardak holatda emas, juda ham chiroyli, prokladkami bilmayman. Juda ham uxojinli joylar, mana qaranglar. Bu yerda narkomanlar yotami, hayronman. Mana shunaqa joyda biz kirlarimizni yuvamiz. Kimlarnidir paypaqlar yotibdi mana yerda mana. Endi uzbayman, har bitta eshikka, teshikka ham yo'qmi tiqib ko'rishim kerak, kirsa bo'ldi deb, men eshikni ham ochib ko'rib, billahi ham muhonima bor, odam o'ltiradigan joymi? Bu komnata putikmi? Ondan so'ng hamsin yalang'oq yurishimni qaranglar. Bo'zay. Amerikaga qamoqqa kirishning oson yo'llari mana yerda yurishibdi. Mana yana bitta qamoqqa kirish oson yo'lini tug'ibdi bular. Mana akalar bukvalni smysli yalang'oq nima deyapsan desanglar to'g'ri qabul qilaman, chunki haqiqatan ham yalang'oqman. Bu yerda shashlik qilish uchun mana qo'ra deydimi, nima deydi, qo'ra qacha mollarda bo'lsa kerak. Eng qiziqarli va eng zo'r joy bizning pokiza basseynimiz. Mana qaranglar, bu yerda qurtlar ham cho'milmasa kerak. Mol yoki it bitta bir ho'plam suv ichib bo'lsa, mana qaranglar, mana it betlardi yurishini. Borib bir narsa deb ko'rgan, mana shularga suv ichib bersa kerak. 45 ta politsiya kelib mana yerda. Yuravringlar akalar, sizlarga yarashaveradi. Biz endi 5-sortli odammiz u. Chunki erkak kishimiz baribir birinchi o'rinda ayollar, ikkinchi o'rinda bola chaqalar, uchinchi o'rinda mashaqlar, to'rtinchi o'rinda hayvonlar tursa, 5-o'rinda erkaklar turadi-yu. Butun dunyo bo'yicha Amerikada emas. Bittasini videosini ko'rib qoldi. Yomon jahlim chiqdi. O'sha erkaklar, должен erkaklar обязан mashina olib berish, bu ba'ziviy narsa. U bu deb qonunni ochib olib, bilib o'zi hech qanaqa talabga javob bermaydigan odam. Endi gapirsam gap ko'p, indamaganim yaxshi bo'lsa, Shohruh ko'tingni qiz. Yaxshi qizlar ham bor, kam bo'lsa ham bor. Men o'sha adekvatniy babuyman, puldorman, axuyimni, mashinam bor, o'zimni axuyimni tipman, figuram ham, intellektim ham, lekin unaqa qonnini ochib yurgan fohisha qanjiqlamni yerda yotsa ham ustidan yurib o'tib ketish menga jalqami, go'shini o'ligini ustidan yurib ketish. Nitoshda mashinamni yoniga yaqinlashtirish. Videosi nima haqida bo'ldi? O'zbek community shashlik qilyapti. Mana qaranglar. Mahallaga qo'shilib yursam bo'lmasmikin?